YouTube ahli qalaysizlar, tuzumsizlar. Bugun biz Minecraft to'g'ri nastroyga qilishni o'rganamiz. Qani bo'lmasam, ketdi. Mana biz merga ham kirib oldik mana. Kasaniga kirib, разделить элемент управленияni sizlarda bunday turgan bo'ladi. Bunday qilib qo'yasizlar. Bunday turgan bo'lsa, mana oddiy nimaga qaytib bo'ladi, bunday dumaloq bo'ladi. Buni yoqib qo'ysalaring bolalar, buni yoqib qo'ysalaring, bunday o'rtada plus bo'ladi bolalar, o'rtada. Buni mana sizlarda 60 turgan bo'ladi, shu mana 60 turgan bo'ladi. Buni 30 ga tushirib qo'yinglar. Sizlarga maslahatim endi. Xo'p. Metdan chiqib video bo'limiga kirib bolalar. Metta. Bunday mekka qilsalaring o'zlaringiz bitlaring ko'rinadi. Xo'p. Keyin video metta sizlarga karmani turgan bo'ladi. Klassikaga o'girib qo'yasizlar bolalar. Keyin xo'p, buni sizlarda mana shunday turgan bo'ladi. Bunday qilib qo'ysalaring bunaqa bo'lib qoladi mana. Sizlarda buna turgan bo'ladi. Bunday qilib qo'ysalaring bo'ldi. Buni ham Chaco 16 mana. 16 mana 22. Juda ham qatadi. Buni qilib qo'ysalaring bitta ham qatmaydi bolalar. Profil bo'limiga kirib metda mana nomlaringizni o'zgartirishlaringiz mumkin. Keyin xo'p mega kirib 31 qilib qo'yishinglar mumkin. Xo'p, endi mega kirib mana kasaniyaga kirib endi betni 90 qilib qo'ysalaring mana. Yo'q, 90 emas. Mana 42 43 qilib qo'ysalaring juda ham yo'q. 27 yo'q. 32 tursiz juda ham zo'r bo'ladi bolalar. Xo'p. Bitta nima yo'q. Bitta modda qo'shasizlar mana. Metta turib, metta bunday bosasizlar, o'sha yerda mod qo'shilgan. Menda mod yo'q endi. Mod so'ymayman. Xo'p. Xo'p. Звук o'g'irlaysizlar bolalar bu yerdan. Mana keyin kasana bo'limiga kirib knopka. Mana knopkani 100 ga qilib qo'ysalar juda ham katta bo'lib ketadi. Men juda ham katta bo'lmasligini xohlayman. 40 qilib qo'ysalaring sizlarga maslahatim 40. Xo'p. Betdan mana, betda 100 qilib qo'yasizlar, men lekin xohlaganchalaringda qilib qo'yaverasizlar-da. Keyin xo'p. Metda 600 turgan bo'ladi. Buni sil ashunday qilib qo'ysalaring bo'ldi. Zo'r bo'ladi. Keyin bo'ldi, bularni o'rgatdim. Xo'p. Bolalar, hammaga xayr, sizlar bilan TV bo'ldi. Hazillashdim. Sizlar bilan Ramu Pubik bo'ldi. Videomiz yoqqan bo'lsa bitta like bosib, bitta obuna bo'lish esdan chiqmasin. Hammaga xayr.